Kelinglar, bugun birgalikda turkcha zavtrak tayyorlaymiz. Ishni birinchi choyni damlab qo'yishdan boshladim. Chunki yaxshi damlangan choy zo'r ta'm beradi. Turkcha zavtrakni boshqalardan farqi turli xil murabbo, pishloqlar va bo'raklarni xilma-xilligida. Hattoki tuxumni ham xilma-xilini tayyorlab zavtrakka qo'yishadi. Bugun zavtrakda 2 kishimiz erim bilan birga zavtrak qilamiz. Shuning uchun ko'p narsalar tayyorlamadim. Apelsindan varenье, asal, shokoladli krem, orexовый krem, tahin, ya'ni kunjut kremi, uzum pekmezi, ya'ni uzum sirupini kichik idishlarga olib, slivichniy va fistashkoy holvani ham alohida tarelkaga soldim. Zaytunlarimni ham solib o'rib, dasturxonga sirni tarelkani ham tayyorlab, albatta ovochni tarelkamizni ham tayyorlab oldim. Oldindan tayyorlab olgan bo'raklarimni ham isitib, hamma narsani issiq stolga olib bordim. Turkiyada choy doim gazda turadi. Buni sababi issiqqina choy icha olish uchun. Bu videoni menga ham shunaqa zavtrak tayyorlab berdigan yaqiningizga jo'natib qo'ying.